Royal TV'ga bugun 15 aprel do'stlar, ko'rib turibsizlar. Shu oqarishga kelib qoldi. Quvasoyda bu bog'imiz hosillarida tanadan 3gacha hosil var. Ko'rib turibsizlar. Bu Royal TV'ga. Bizda Gilosda bir yangi navlardan juda ko'plab, bir 15 xildan ortiq yangi navlar kirib kelgan. Ko'paytirganmiz. Ko'chatlari xudo xolasa kuzga, noyabr oyiga ekishga tayyor. Holatni ko'ringlar. Oqarib уже 3 qismlariga qizil nuqta bo'lib rang olishni boshladi. KGB uslubida tarbiyalangan 1 gektar maydonga ekilgan Royal Tiago. Mana ko'rib turibsizlar, hosilda tanada 3gacha shunaqa hosil, har bittasi yetiltirib bergan, chiroyli ko'rinishda. Kimga shu nihol ko'chatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga bog'lanaverasizlar. Shunaqa chiroyli bog'larni tashkil qilish kerak bo'lsa, nomerlarimiz 90lik kodi bilan 368 0119 raqamlaridamiz. Mana gilosni ko'rib turibsizlar holati. Gilos qaranglar. Kuzga xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Bir 15 xildan ortiq Royal TV'ga Nimbus, Vitariana, Giant Red, Skina, Lapins, yana ko'plab navlar sotuvini boshlaymiz. Ko'chatlarimiz soni cheklangan miqdorda. Endi hozirdan boshlangan bir 15 mingtachasi sotilib bo'ldi. Qiziqqan, shunaqa yaxshi yangi navlarga qiziqqanlar hozirdan harakat qilaverasizlar. O'tgan yil ham shu holat bo'ldi. Yangi navlarimiz ko'plab kuzga bormayapti, tugab qoldi, chunki zakazlarni olib yetkazib bera olmadik. Shuning uchun oldindan harakat qilaverasizlar. Videoga podpiska bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Shunaqa yangi navlarni kun davomida qo'yib boramiz. Kunda kun oralatib kuzatib boraverasizlar.